deb podstava qilib, yo qamalasan, yo urushga borasan deb oldingi qatorga qo'yib yuboryapti deydi, rostmi? Aka, nimalar? Hamma mana shu yerda oldingi qatordagi qaramas ichkaridan chiqqanlar, o'zbekmi, rusmi, qirg'izmi, bez razniца, hamma одинаковый aka. Oldinda ketadi. Ichkaridan chiqdingmi, sen odamni oxirgi o'tsan. Qizig'i yo'q. Bosasan gazini. Shunda yursiz aka, oyoqdan mina uradi, ro'paradan dushman otadi. Osmondan dron kelib uradi. Orqasiga qochaman deydigan bo'lsangiz, orqadan o'zingizga otadi. Shunaqa aka. Ehtiyot bo'ling uka, ehtiyot bo'ling ukajon. Iloyim sog' salomat ota-onangiz bag'riga qayting. Men sizga yomonligim yo'q, prosta ichim achigandan bir siz tanimayman, bir efiringizga kirdimda, shu bolaning bir dardi bordir. Shu negativ endi menda nima degan narsa borda, prosta meni qamalib ketgan paytimda-chi, uyimdagilar, onam Toshkentgacha bordi, Oquygacha bordi, Qorayuygacha bordi, Libo'jaygacha bordi-da. Ne tolqa meni. Даже подземныйlarimi mana shu yerda ichkarida o'tirgan o'zbeklarni, boshqalarni ota-onasi borib, даже ilishmadi ham aka. Ishonasizmi? Meni o'g'lim shunda qamalib ketdi. Ne to qamalib ketdi, ne za что qamalib ketdi deganda даже hurmat ham qilishmadi. Tushunyapsizmi aka? Bunday narsa borda uka. Misol uchun Rossiyaning ichki ishlariga O'zbekistonda aralashishga haqqi yo'q. O'zbekistonning ichki ishlariga Rossiyaning aralashishga haqqi yo'q-da. Unga yordam qila olmaydi u masala bo'yicha uka. To'g'ri tushuning siz. Qarangda, agar men sizga aytaman, konkret aytaman. Agar Karimov bo'lganda, shunaqa narsa bo'lganda aka, men sizga javob beraman, shunda olib chiqib ketgan bo'lardi. Даже urushga o'zbeklarni aralashtirmagan bo'lardi. Qaraking. Javob beraman. Bizning hukumatimiz ham, prezidentimiz ham naborot urushga qatnashmanglar deyapti. U naborot urushga qatnashmanglar deyapti. Qatnashmanglar deyapti. Men ma'da o'tirganim sabab aka, menga pakayf emasda, ma'da u davlatda ham boshqasini ham menga вообще qizig'i yo'q. Menga mana shu yerda o'tiraman, bolalar yozadi, aka biz qanday borsak bo'ladi, nima maslahat berasiz, boshqa maslahat berasiz. Menga hech kimga aka kuniga ishonavering, 100 ta 150 ta odam yozadi, qanday borsak bo'ladi deb. Aka, men ko'zim bilan ko'ryapman. Itda o'lib ketishyapti, даже tarakamda o'lib ketishyapti odamlar. Shunaqa aka. Aytaman, kelib nima qilasan, bekardan puli deb o'lib ketasan. Ko'chadan qiziqishyapti. Aka biz hamda efirda qarangda. Mana bu yerda yosh bolalar borda, bolalik qilib borib qo'yish mumkin. Shuncha narsani ko'ryapsiz, mana efir ochibsiz. Mana shularga bir aytib qo'ying, pul uchun kelmanglar, bu yerga deb panetkasini berib qo'ying. Aka, men havasiga aytaman. Men aytayapman-ku. Men shu sababdan o'tiribman. Bo'lmasa menga vaqti. Nima? Menga vaqti qo'yib bir-birimizni so'kina boshqa qilib o'tirgan. Asroda aka. Vaqt o'tishiga. Bunday so'kib negativ bildirib efirdagilarga so'kavermanglar, bu bolaning ham bir dardi bordir. Aytyapti, bekordan qolmadim deyapti. Ular gapchi menikini uchiga ham emas-da, so'kinayotgan boshqa gapirayotganlar. Qo'ygan joyim bor aka. Men Xudodan qo'rqaman, bandasidan qo'rqmayman aka. Men uchun haligi 5-10 yil so'rov emas aka, o'tiraman. O'tirib chiqqan joyim. No, prosta bu haqiqat, aka, haqiqatni ham aytish kerak-ku. To'g'rimi kimdir? Uka, sizga maslahatim, to'g'ri gapiryapsiz. Sizga maslahatimda nima deydi, bunaqa negativlarga qo'shilsangiz, miyangiz ham negativ bo'lib ketaveradi. Siz bunaqa hukumatdan aybni izlamangdagi, boshqasidan aybni izlamanglar, yomonlamang, o'zingizga minus qilasiz. Uni o'rniga ko'rasiz, Xudo xolasa borki, sizga yordam beradigan vaziyat qurilib qoladi. Qarang. Siz mana shu yerda ishlab yurgan o'zbeklar bor-ku, o'zbek, qirg'iz, tojiklar nima sababdan kelyapti ishlagan aka? Ishlagani yetishmovchilikdan, ish yo'qligidan. Yetishmovchilikdan? Ish yo'qligidan. Nimaga bular bo'lmasa boshqa davlatning ishini qilib yuribdi? Aytingchi menga. Ne только Rossiya, Amerikaga borib ishlashyapti, boshqa yerga borib ishlashyapti. Ularga hariga nima deydi? Rossiyani kelib ko'rish havas deb o'ylaysizmi? Endi ukajon bundayda gap. Migrant faqat O'zbekistonda bormasda, hamma bor-ku, o'ylamasin. Kerak bo'lsa Rossiyada mehnat migrantlari bor. Yevropada mehnat migrantlari bor. Hamma davlatlarda bor migrant.
Shunaqa desiz, Yevropada ham bor, boshqa yerda ham bor, Indoneziyada ham bor aka, bilaman. No, prosta Shunday. aka. Men o'zimiz zemlyalarimga, mana shu yerdagi bolalarga men achinaman. Prosta achinayotganim mana shu yerda o'lib ketayotgan. Aytayapman, kak tarakan o'lib ketyapti. Xo'ja tarakan o'lib ketyapti. Ha. Hozir tanasini topolmaydigan holatda o'lib ketyapti aka. Alloh baloqada asrasin hammalaringizni. Shunaqa aka. Ehtiyot bo'lingizlar. Zajok yes, родной. Hozir. Siqilib qolaman-da. Odamda. Men har zamon ipingizga kirib ko'raman, kim ekan deyman. Bu nima bo'lyapti ekan deyman. Men bu yerda negativ fikrlar bildiradi, so'kinadi. Ahmoq bolalar ham ko'pda. Aka, bu bolalar operamga chiqib turib, shunday gapiradigan bo'lsa-da, kallasini shunday o'zi qo'liga yumshatib qo'yaman, jonim akam. Bular men uchun hech kim bular. Telefon polvonlar bu. Klaviatura polvonlar aka. Bularning gapini ilmayman. Ha, xudo xolasa davlatimizdan bir yo'l ochilsa, sizlarga ham bir yordam qiladi. Xudo xolasa eson-omon qaytib kelasiz, qarab turing O'zbekistonga ham. Ungacha o'lib ketaman aka. Endi sizlar ham bir adashib qolganda yoshlik qilib, Aka biz adashmaganmiz, biz chiqargan aka. tushundim, podstava bilan nima deydi, o'zingizlaringiz xohlamagan holatda o'sha yoqqa borib qolgansizlar-da. Aka men shunday bo'lganki, men bolalarga yozganman, местоположение tasha degan yozuv kelgan. Местоположение tashalgandan keyin aka. 2 minut 3 minut o'tgandan keyin Niyo mashina kelgan, oddiy aholi formasida turib meni surishgan. Men turib mush otganman. U mush tegganmi, tegmaganmi eslolmayman ham aka. Orqamdan kelib turib kimdir dubinka bilan solgan, o'zi uyg'onganimda aka yonimdan pistolet chiqdi. Qarang. Ha, tushundim. 318 222 aka nima qo'ygan? Yo'liban PM49 yonimdan. Nima gaplar? Mana nima ham O'zbekistonda blogerlarni shu hamma narsani ko'rsatib olib chiqyapti-ku, mana o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'izlarni podstava qilib, bo'yniga tuhmat qilib, bo'lmagan narsalarni ilib, urushga jo'natib yuborishyapti, deyapti-ku. Avvaliga telefon qildim aka bo'lmadi. Qo'ng'iroq olmadi, ko'tarmadi. Mayli aka, samimiy glaniy men demlalarni otishib ketyapti-kan, o'ziga olib qolgan musulmon emas. Ketyapti-kan, men xursandman shunda. Ha, xudo xolasa bir yo'llari ochilib qolib, sizlarga ham bir davlatimiz yordam qilib ko'rasiz bu. Ishoning, sizlarni bir qaytarish yo'lini ko'radi. Nasib aka. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Siz Qo'rqib ketingda bo'ling. yomon tarafini o'ylasangiz, yomon bo'lib ketadi. Yaxshi tarafini o'ylash kerak. Aka bu yerda yaxshi taraf o'ylanadigan holat emas. To'qa gaz deydi-yu. Agar jinda tezligingiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz ashitda u chachilib ketasiz aka, go'shingizni ham birov topa olmaydi. O'zi aka sizga hokimiyatdan telefon qilishyapti, ishonavering. 15 yil kamida deydi-yu. Qayta olmaydi umuman, men akam ham o'lib ketdi. Shunaqa bo'lsa aka. To'xtatini. Oylik to'laydimi? Yo'q aka, biz o'pichga yuribmiz mana shu yerda. Bitta o'pich beradi, keyin mahalla komitetdan kam ta'minlangan degan spravka beradi. Qishda gaz balon beradi, ko'mir beradi. Shunga xursand bo'lib yuribmiz-da, jonim akam. Bitta senga o'xshaganlar qani? Mana shu yozgan bola hozir o'qib oladi, to'xtab turinglar. Pasport beradimi? Ha. Senga o'xshaganlar nechta? Menga o'xshaganlar milliondan oshiq bo'lsa kerak menimcha. Meni yoshimmi? 24daman. Shirin go'stingdan, ha. Sizni zapis qilyapti-ku. Qilarsan. Achik qizamas. After. Bo'ldi. Qo'yishdaman.
Postami siz ham? Ha, postami. Men 6 da posta bo'laman, onasini esa. Ichkariga kirib yaralanganlarni olib chiqaman. Urush bo'lyaptimi aka? Bilma. Yo'q, aka, mana shu yerda bo'p tikyapmiz, aka, keloring. Bo'p tikyamiz mana shu yerda. Chigal chashtiramiz mana shu yerlarni. Onasini esa. Shunaqa hayot o'tyapti, sami qilamiz. Aytolman. Aka yoq oylikmi yo? Yo'q, aka, mana shu yerda chingalchik o'ynaymiz. Yutgan shiribonlarimiz hammasi o'zimizniki. Shiribonlar keyin sotamiz onasini esa. Nima qilasiz? Tinchlik aka, omad, mayli aka. Позывной nima? Позывнойmi? Chingachko'k aka. Qayerdasizlar? Qadaligimni ayta olmayman, jonim akam. Mumkin emas. Behazal. Qoldi, brat. 6 oy qoldi. 6 oydan keyin xudolis qaytasiz aka. Bobur 6 oylikmi dedim. Yo'q, 1 yillik. Ha, xudo xolasa 6 oydan keyin qaytaman. Inshaalloh nasib bo'lsa. Nimaga urushyapsizlar? Nima uchun? Biz aka? Bilmadim aka. Men urushmayman. Tomosha qilaman-a. Men tomosha qilaman. Shu urushganda yiqilib tushganlarni, bomba ketganlarni oldiga chiqaman. Aka deyman, siz hozir yomon yiqildingiz dedim. Osmonga tupuraversangiz o'ziga ketmas deyman. Shu bilan ishlari beshab ketdi. Aka berdi, telefon mumkinmi bu yerda? Jinniga zakon yo'q deydi-yu. Yo, yashiribmi? Ya, qaysidir odamga masalan ichkarida telefon mumkin. No, ichkarida svязь yo'q-da. Men ham mana malan jinni o'zalashsam, svязь bilan topishmoq qilib qolaman deydi. Necha soat aka cho'llarda yurasiz? Necha soat yurasiz? Ertalabdan kechgacha bo'lmasa kerak, to'g'ri? Aka, siz mana urushga kelganlar bo'ladigan bo'lsa-chi, ertamandan kechdan ertamanga tashib yuradi. Yo'q-a? Men nima ilma tesh olib ketganman-da, qarang, ko'ryaptimi? Tapishgan, aka oyoqda. Aka, men ashaqa tapishga urushaman-da, qarang.